Assalomu alaykum. Iste'molchilarga sifatli neft mahsulotlarini yetkazib berish maqsadida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan neft mahsulotlari bo'yicha olib borilgan sifat nazorat tadbirlari yuzasidan ma'lumot beramiz. Aholini sifatli va ekologik toza yonilg'i bilan ta'minlagan holda avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida sotuvga chiqarilishi to'xtatilgan AI80 markali avtobenzin bo'yicha nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Xususan, joriy yilning 26 noyabrdan 2 dekabr kuniga qadar o'tkazilgan nazorat tadbirlarida 90 ta avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasidan 191 ta namuna olindi. Tahlil natijalariga ko'ra 23 ta holatda 306.430 litr neft mahsuloti davlat standart talablariga javob bermasligi, ya'ni sifatsizligi aniqlandi. Ma'lumot o'rnida joriy yilning shu vaqtiga qadar neft mahsulotlari bo'yicha olib borilgan sifat nazorati tadbirlari davomida 632 ta obyekt o'rganildi. O'rganish natijalariga ko'ra 210 ta obyektda 8.576.466 litr neft mahsulotlari sifatsizligi aniqlanib, sotuvga chiqarilishi oldi olindi. Aniqlangan holatlar yuzasidan mahsulot sifatini tiklash bo'yicha ko'rsatmalar berilib, uning bajarilishi nazoratga olindi. Nazorat tadbirlari davom etmoqda. Unutmang, texnik reglament talablariga javob bermaydigan va me'yordan ortiq zaharli moddalar chiqishiga olib keladigan yonilg'i moylash materiallarini realizatsiya qilganlik uchun qonunchilikda belgilangan javobgarlik mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat.